Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Miras ilmida barliq fanlar bo'yicha ijozat olib ustoz bo'laman degan o'quvchilarning samiga diqqat. Oldi bilan ekranning ostidagi nomer bilan aloqa qilasiz. Andan keyin ustozning sizga qo'yadigan talabi Tavris Zavil Arham degan lavhani bostirsiz, kitobni bostirsiz. Kitob daftar qalam tayyor qilib lavhani olib turib rasmga tushib ustozga yo'llab berasiz. Andan keyin miras oyatlarini yodga olib videolik holatda madrasaning Facebook to'piga yo'llaysiz. Shuning bilan siz madrasaga qabul qilingan bo'lasiz. Undan keyin har haftada belgilangan darslarni kitobdan daftar ko'chirsiz. Haftada 2 qatim imtihon ishlaysiz. YouTube'dan belgilangan darslarni ko'rib o'rganasiz. Bir qatim Google Meet'da 2 soatdan 3 soatga davomlashgan darslar bor. Buni anglaysiz. Erlarga er ustoz, ayollarga ayol ustoz o'tadi. Ham er o'quvchilarga er ustozlar mas'ul bo'ladi va ayol o'quvchilar, ayol ustozlar mas'ul bo'ladi. Dars butunlay arabcha bo'ladi. Haftaligida 2 qatim tadribat bor va juma kuni bir imtihon bor va undan boshqa yana bir qatim ustoz bilan yuzturana imtihonga qatnashsiz. Har qanday uzr qabul qilinmaydi. Bir haftalik vazifalarni vaqtida ado qilmaganlar yoki 2 qatim imtihon qatnashmaganlar haydaladi. Shuning uchun biz bu madrasada faqatla ilm o'qib qolmasdan ilmni qanday o'qishni ham o'rganamiz. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.